Ko'rinishi chiroyli, o'ziga yarasha kayfiyati bor. Qizning o'zi yosh, lekin uni aliyaga olib boraman. Qiz qanchalar sho'xsan, ishni bilasan, biroz ayyoram ekansan. Senga bekorga pul sarflamoqchiman, hisob kitobni ham o'zimiz qilaman. Bir bolaga xarajat qildim ko'mirgilam ustida Yazid kabi bu qator juda slang va babadan uni ko'zingan. Telefonlarni yig'ishtirib qo'yinglar, hech kim tasodifan suratga olib qo'ymasin. Ahvol juda g'alati, o'zi deydi, sisi deb o'zini ko'rsatadi. Mening qizim juda sho'x, fe'li oson, xarakteri ham yengil. Bugun kecha bo'ldi, velbesh o'quchog'imda bo'shash, o'zingni erkin qo'y. Qiz o'zining sho'xligini ko'rsatmoqda, lekin uning bu ishni qanday qilishni biladigan tomon bor. Bizning guruhchilar jamoasi ishimliklarni qo'y sochiq yuramiz. Ba'zini ham qilamiz, hech kim sizga qachon ish boshlaysizlar deb so'ramasin. Agar kerak bo'lsa hammasini olib kel, hatto bodringni ham. Ayting boshqa tomondan ishimizga aralashishmasin. Tongacha o yo'qda bo'lib bir nexta villada bazm qilamiz. Sizlar masalasini esa o'zim yolg'iz bo'ynimga olaman. O'zi bali nazoqatli va sho'x, lekin burusini va hayron. Bayramda men bilan shimolga bordi, lekin keyingi safar Dubayga borish haqida gap ketdi. Bu kombinatsiya juda kuchli, bir naqta chiroyli qizlar katta maydonda yurishibdi. Bugun kecha bo'ldi, quchog'imda o'zini erkin qo'y. Qiz o'zining sho'xligini ko'rsatmoqda, lekin bu ishni yaxshi bilishini ham ko'rsatmoqda. Bizning guruhchilar jamoasi ishimliklarni qo'yamiz, bazmni boshlab yuboramiz. Ishimizlar qachon harakat qilasizlar demasin. Dada qara, mana meni qayerga olib kelib qolibdi. Bu qiz esa yuragimni butunlay egallab oldi. Bu tartibsizlikning o'rtasida hech kim ko'ngil bug'lamasin. Men bu yerdan ketadigan yo'lovchiman. Bu yerda qolishim kerak emas, ketishim kerak. Bu ish meni qilishim emas, ketishim kerak. Arabiy uslubida qo'shiq aytishim kerak. Uning kichkina belini raqsga tushirishim kerak. 3, 2, 1, let's go! Meni to'xtab tanaganim ish to'xtab, kayfiyatim joyida. Men xohlagan qiz komment qo'ygan. U men haqimda ko'proq bilishni xohlaydi. Men esa unga yana kayfiyat beraman. Men o bugun kechasi yonimda qol. Uni ko'rib, bug'oy qutondini sun'iy intellektini shunga yaratib qo'y. Bugun amalga olib ketmoqchiman. Okay, bye. Bugun kecha qimimda, quchog'imda o'zing erkin qo'y. Qiz o'zining sho'xligini ko'rsatmoqda, lekin bu ishni yaxshi bilishini ko'rsatmoqda. Bizning guruhchilar jamoasi ishimliklarni qo'yamiz, boshlab yuboramiz. Hech kim sizlar qachon ishga kirishasizlar demasin.